Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz demak atomlarning tarkibi va tuzilishi haqida to'xtalamiz. Avvalambor atomga ta'rif beradigan bo'lsak, atom nima? Musbat zararlangan yadro va uning atrofida harakatlanuvchi manfiy zararlangan elektronlardan iborat elektroneytral zarrachaga atom deyiladi. Atomning tuzilishini o'rganadigan bo'lsak, atom ikki qismga bo'linadi o'zi. Birinchi qismi elektron harakatlanadigan qobig'i orbital deyiladi va atomning yadrosi. Atomning yadrosida ikki xil zarracha bo'ladi. Demak, neytron va ko'rib turganingizdek proton. Neytronni biz ilmiy belgisini kichkina n, protonni p, elektronni e harflar bilan mana shunday belgilab, ilmiy tilda mana shunday belgi bilan yozamiz. Qulayroq bo'lishi uchun albatta. Demak, protonni ko'rib turibsiz, mana zaryadi plus, elektronni zaryadi minus, neytron zaryadsiz. Demak, atomni yadrosida ikki xil zarracha, neytron va proton bo'ladi va bu yadroni tarkibiy qismi yoki ikkinchi nomi qilib nukleonlar ham deyiladi. Umumiy hisobda elektronlar bilan qo'shganimizda esa atomni butunligini tashkil etadi. Demak, protonni proton, neytron, elektronni endi zaryadi massasiga to'xtaladigan bo'lsak, protonni zaryadi plus 1, massasi esa 1. Neytronni zaryadi 0 ga teng, massasi 1 ga teng. Elektronni zaryadi minus 1 ga teng, massasi 0 ga teng deb qabul qilamiz. Lekin aslida elektronni ham massasi bor. Bu massasi proton massasidan, ya'ni 1 taqsim 1840. Proton massasidan 1840 marta kichik hisoblanadi, o'rtacha hisobda, va bu taqriban 0 ga teng deb olinadi. Endi buni bo'lgan paytingizda juda mayda son bo'ladi. Shuning uchun hisob kitoblarga uncha ta'sir qilmaydi ham. Shuning uchun buni 0 deb biz ishlab ketamiz misollarimizda. Demak, atomda ta'rifida yuqorida ta'kidlab ketdik. Mana bu yerda elektroneytral zarracha deb aytib ketdik atomni. Nima uchun elektroneytral? Atomda proton va elektronlar soni teng bo'lgani uchun elektroneytral deyiladi. Ya'ni bu atom neytral atomda plyuslar soni bilan mana bu yerdagi elektronlar minus bo'lgani uchun ikkovlar plus minus soni teng bo'lgani uchun mana shu elektroneytral deyiladi. Bu plus minuslar demak minus elektron zaryadi, plus esa proton ekanligini o'rgandik. Atomning massasi demak nimadan iboratligini ham bildik. Proton va neytronlar yig'indisidan iborat ekan. Uni formula tarzida yozgan paytimizda R bu nisbatan massa, ana bu belgi umumiylik belgisi. Protonlar umumiysini, neytronlar umumiysini qo'shsak, o'sha atomning og'irligini beradi. Ya'ni nisbatan massani keltirib chiqaradi degan formula orqali topishimiz mumkin. Shuni o'zidan ham demak turli xil masalalar ishlash mumkin. Aytaylik, neytron topish so'ralsa, demak atom massadan protonni ayirib yorishimizga to'g'ri keladi. Misol uchun natrning neytron toping desa, atom massasidan 23 dan 11 ni ayirib tashlab neytron topishingiz mumkin. Keyingi mavzuchamiz demak kimyoviy element haqida to'xtalamiz. Bu tushunchani fanga Robert Boyle tomonidan kiritgan. Ta'rif beradigan bo'lsak, yadro zaryadi bir xil bo'lgan atomlarning muayyan turi kimyoviy element deyiladi. Demak, yadro zaryadlari bir xil bo'lgan atomlarning hamma turini biz kimyoviy element deb aytamiz. Masalan, bu qanday bo'lishi mumkin? Tabiatda atomlar soni juda ko'p, element soni esa 108 xil bo'ladi. Element degani 4 xil degan ma'noni bildiradi tarjima qilsak. Demak, har bir kimyoviy element fizik kimyoviy xossalari kashf etilishi bilan bog'liq holda nomlangan. Masalan, yuqoridagi hozir ta'rifimizga ham to'xtalamiz. Yadro zaryadi plus 1 bo'lgan atomlar yonganda suv hosil qilishiga asoslanib, suv tug'diruvchi vodorod, demak gidrogenium deb lotincha nomi aytiladi. Demak, o'zbekchasiga vodorod, gidrogenium tarjimasi demak suv tug'diruvchi degan ma'noda keladi. Demak, yadro zaryadi yoki masalan plus 8 bo'lgan, ya'ni yadro zaryadi plus 8 degani yadrosida 8 ta proton bor degani. Yadro zaryadi plus 1 degani yadrosida bitta proton bor deganda. Yadro zaryadi plus 8 bo'lgan atomlar ko'pchilik kislotalar tarkibida uchragani uchun kislota tug'diruvchi, ya'ni lotincha nomi oksigenium bo'ladi. O'zbekchasi kislorod bo'ladi. Tarjima qilsak, kislota tug'diruvchi deb ataladi.
shundan kelib chiqib nom berilgan. Endi bu faqat vodorod bilan kislorodni sizga misol keltiryapmiz. Aslida 108 xil elementni ham hammasini o'zini mazmuni bor, kelib chiqish tarixi bor. Endi unga to'xtalsak ko'p vaqt ketadi. Masalan, ba'zi elementlar o'sha qit'alar nomiga, ba'zi elementlar o'sha qaysidir mamlakatlar masalan nomiga, Fransiya masalan, Amerika, Fransiya sharafiga qo'yilgan. yoki masalan qaysidir elementlar o'sha qadimgi Yunon xudolari nomiga qo'yilgan. yoki qaysidir elementlar olimlar nomiga qo'yilgan. Masalan, siz bilasiz, masalan Einsteyni yoki masalan o'sha Nobeli, masalan Curie, Maria Curie sharafiga qo'yilgan va hokazo. Shunaqa endi hammasini bularning tarixi bor, nomlash tarixi. Mana shunday qilib nomlanadi va o'sha ko'pincha inglizcha yoki lotincha nomlarning bosh harfi olinadi va belgilashga ketib ketadi. Hozir belgilashni ham to'xtab o'tamiz. Demak, biz kimyoviy element degan tushunchaga endi to'liq ta'rif beraveramiz. Kim tomonidan kiritilgan, kimyoviy element nima deyiladi? Demak, buni o'rgangan bo'lsak, atom tuzilishini o'rgansak, endi keyingi mavzuchamiz elementlarning belgilanishiga to'xtalamiz. Hozirgi belgilash usulini fanga Berzelius tomonidan kashf etgan. Endi bu Jakob Berzelius. Unga ko'ra element lotincha nomining birinchi yoki birinchi undan keyingi biror harf asos qilib olinadi. Demak, masalan, vodorodni lotincha nomini yuqorida ko'rdik. Gidrogenium ekan. Uni bosh harfi demak H. H bilan belgilab qabul qilib olamiz. Nima uchun faqat bosh harf olinmaydi degan savol tug'ilishi mumkin. Shunga yana bitta misol, smokni o'rgangan bo'lsak, gidrarginium bo'ladi lotincha nomi. Demak, uni bosh harfi ni olsak, ikkita vodorod bo'lib qoladi-ku. Shuning uchun bunda birorta keyingi xohlagan bir harfni olib, ya'ni G ni bu yerdan olib qo'yib, Hg tarzda smokni belgilab olganmiz. Yoki masalan kislorodni lotincha nomini aytdik, oksigenium, kislota qiluvchi va uni bosh harfi O ni belgilab olamiz kislorod deb. Shunga binoan boshqa elementlarni, masalan alyuminium Al, masalan karbonium C, uglerod, masalan nitrogenium, masalan azot va hokazo elementlarni kalsium, kalium va hokazo endi ko'p ham elementlarni biz keltirmayapmiz. Asosiy bir misol tariqasida tushunishingiz uchun ba'zilarini keltirdik. Mana shu tariqa nomlari keltirilgan va bu nomlashni bizga Jakob Berzelius tomonidan, adashmasam Svet kimyogar edi, tomonidan bizga joriy qilingan. Endi element davriy sistemadagi o'sha elementlarni belgisiga qarab biza tonib olamiz. Ya'ni bu belgilash nima uchun kiritiladi desa agar, umuman har bitta elementni nomi bilan yozib ketaversak kitoblarga, masalalarga, bu bizga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun biz jahon ximiklari tomonidan shu belgilash tasdiqlab, Berzelius tomonidan kiritilgan belgilash tasdiqlab qabul qilingan va bu barcha kimyogarlar shu kimyoviy elementlarni belgilashdan foydalanib o'zaro muloqotini yaxshilashga xizmat qiladi. Demak, masalan, beriliyni davriy sistemada ko'rgan bo'lsak, mana Be bilan belgilab biz bilib olamiz. 4 9 deb yozib qo'yilgan. Demak, 4 bizga uni tartib raqami, P protonlari, ya'ni yoki elektronlarini ko'rsatadi. Ya'ni demak, tartib raqam degan paytda bizni o'z-o'zidan uni elektroni, protoni nechta ekanligini, yadro zaradi yoki nechiligini aniqlab olishimiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri mana shu narsalarni anglatadi. Xo'sh, demak, 9 esa array, ya'ni nisbiyat massasi. Buni bilamizki, nisbiyat massasini yuqorida ko'rdik, proton va neutron yig'indisi ekan. Demak, 9 ni nima ekanligini shunga qaragan paytda bu proton va neutron yig'indisi ekanligini ham tushunib oldik. Endi buni yana ham yaxshiroq tushunish uchun mana atomni mana Rutherford modeliga, planetar modeliga ko'ra tushuntirishga harakat qilaman. Demak, mana bu yerda qora nuqtalarni ko'rsangizlar, bu 4 ta ekan. Demak, bu beriliyni 4 ta yadrosida bor zarracha, bu proton, 4 ta proton mana. Endi mana oq yumaloqchalarni ko'rsangizlar, bular demak 5 ta chiqibdi. Bular demak neutron bo'ladi. Mana neutron 5 ta. Atrofida esa demak elektron harakatlanyapti, 4 ta minus zarrachali elektron 4 ta.
Yuqorida aytdik, proton bilan elektron teng bo'ladi deb aytdik. Demak, mana shu proton neutron yig'indisi 9 bo'lyapti. Bu nukleonlarni anglatadi. Endi elementlarni yana yaxshiroq tushunish uchun mana shunaqa jadval tuzib olasiz. O'zingiz mustaqil ravishda topib ko'rasiz. Litiy, uglerod, vodorod, kislorod, azot, kaliy xohlagan elementlaringizni yozib, bunaqasiga elektron, proton, neutronlari va nisbiy atom massasini yozib, mana shu yerda topib chiqsangiz agar, bu o'sha elementni, demak, elektron, proton, neutronlarni topish haqidagi tasavvuringiz, bilimingiz yana ham mustahkam bo'ladi. Masalan, bittasini namuna keltirganmiz, litiy. Demak, elektron 3 ta, ta'tir ham 3 chunki, protoni ham 3 ta, chunki elektroneytral bo'ladi zarracha, neutron esa 4 ta. Demak, qayerdan kelib chiqdi desa agar, atom massadan protonni ayirib tashladik. Ya'ni 7 dan 3 ni ayirdik, 4 kelib chiqdi deb xuddi shu tariqa qolgan elementlar ham topilgan va siz ham o'zingiz mustaqil ravishda mana shunday topishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.